Yuzimiz yosh ko'ringani bilan bizni asli yoshimizni bildirib qo'yadigan zonalar haqida gaplashamiz. Ko'pchilik ayollarimiz kosmetologga murojaat qilganlarida aynan aksentni yuzlariga qaratishadi. Ya'ni yuzlariga har xil preparatlar qilamiz, o'qitlar qilamizda, bo'yin, dekolte va qo'llariga kelganda e'tiborsizlik qilib qo'yishadi va ne только kosmetolog huzurida, uy sharoitida ham xuddi shunday. Faqat hamma kremlarni olib yuzlariga ishlatilishadi, hamma o'qitlarni, maskalarni yuzlariga qilishadi, ushbu zonalar haqida unutib qo'yishadi. Masalan, qo'llarimiz tashqi ta'sirlar natijasida, har xil vositalar natijasida juda ham ko'p zarar ko'radigan va to'qimalari tez zararlanadigan va shu bilan bir qatorda tez qariydigan zona hisoblanadi. Shuning uchun ham aynan kosmetolog huzuriga kelganingizda ushbu zonalarni ham unutmasligingizni tavsiya qilaman. Qo'llarimiz uchun, dekolte va sheyalarimiz uchun har xil bir qator muolajalarimiz mavjud. Ya'ni o'sha apparatli muolajalarimiz, mezoterapiyalar, biorevitalizantlar, kollagenoterapiyalar mavjud. Va albatta, uy sharoitida yuzingizga o'qit qilgan paytingizda ham ushbu zonalarga o'qit qilishni unutmang.